Hech qachon bu hayotning sinovlaridan tushkunlikka tushish kerak emas. Sinovlar bizga nima uchun beriladi? Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rgan uchun. Boshqa yo'l yo'q, birodar. Sinovlar bizga ulkan tajribani ato qiladi. Sinovlar bizga odamlarni do'st dushmanni ajratib beradi. Sinovlar bizning atrofimizda yurganlar qaysi sodiq u, qaysi soxtakor, uni ham ajratib beradi. Shuning uchun sinovlarni biz Robbul alamindan ne'mat deb qabul qilishni o'rganishimiz kerak. Va oxir oqibatda albatta shu sinovdan chiqamiz. Axir o'zingiz eslab ko'ring, o'ylab ko'ring. Orangizda ba'zilaringiz og'ir sinovlarga yo'liqqansiz. Hech kimdan najot qolmagan. Yo'li bek joyga kirib qoldingiz. Hamma sizdan qochdi. Hech kim ishingizga aralashmayapti. Olov alanga bo'lyapti. Lekin siz yonib ketmadingiz-ku. Tamom bo'ldim, o'ldim degan edingiz, o'lmadingiz-ku. Hamma sizdan qochgan edi. Yolg'iz qolib ketdingiz. Hatto ayolingiz va bolalaringiz ham sizda keraksiz muomala qilayotgandek ko'rinib boshladi. Lekin siz badnom bo'lmadingiz-ku. Alloh subhanahu va taolo mushkulingizni oson qildi. Yordamchilarini berdi. Hammasi iziga tushib ketdi. Esdan chiqib ketyapti. Bular hammasi Alloh subhanahu va taoloning marhamati.